Agar Rossiyani -20 graduslarda ham uyaltirmagan Xitoyning eng baquvvat va texnologichniy mashinalardan bittasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni o'tkazib yubormang. Bizda sotuvga Voyage Free Apollo Tech 318 eng full komplektatsiyasi sotuvga kelgan. Mashinamizda Tokto 318 benzinni 1000 km masofani bosib o'tadi. Pnevma podveskalari bor, 540 gradus kamera, ruchkalari chiqib turadi. Salonni ko'rishingiz mumkin. Alcantara salon, ko'jadan ancha qimmat yuradi. Abduf abagrev massajlarigacha jihozlab qo'yilgan. Bu yoqda tarpetkalarni ko'rishingiz mumkin. Tarpetkalari ko'tariladi, tushadi. Voy, buni ishlashni. Bu yoqda panorama va lyuklarigacha ochiladi. Orqa qatorlariga keladigan bo'lsa, joy ancha keng, ko'rishingiz mumkin. Orqa ko'rinishlari, bagajlari elektropриводlar bilan jihozlangan. Sig'imi ham ancha keng. Va xuddi shu mashinamizning qora rangi, bu ham eng full komplektatsiyasi. O'zi bu mashinalarga ortiqcha tarif shart emas, hadovoylari ancha yumshoq harakatlanadi. Xuddi shu mashinani ko'chada 37 mingdan tepa so'rab turishgan paytda 36.800 dan naqd va NSSO'dagi bizga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.